Assalomu alaykum aziz muxlis. Salomga yarashalik. Xitoy ham AQSh tovarlariga boj joriy etdi. Xitoy Davlat kengashi AQShdan barcha import uchun 34% qo'shimcha bojlar joriy etilishini e'lon qildi. Bu haqida Xitoy markaziy televideniyesi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Xitoyning boj to'g'risidagi siyosati 10-apreldan kuchga kiradi. Xabarga ko'ra, Xitoyning bu siyosati Trampning keskin qaroridan keyin yuz bergan. Xitoy shuningdek AQShni zudlik bilan bir tomonlama bojlarni bekor qilishga va iqtisodiy masalalarni tenglik va o'zaro hurmat asosida hal qilishni boshlashga chaqirgan. Xitoy Oq uyning harakatlarini xalqaro savdo qoidalariga mos kelmaydigan deb atagan. Pekinning ta'kidlashicha, bunday bojlar bilan Vashington Xitoyning iqtisodiy manfaatlari va huquqlariga katta zarar yetkazadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh prezidenti Donald Tramp savdo hamkorlariga nisbatan o'zaro bojlar joriy etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Tarif ro'yxatiga o'nlab davlatlar, jumladan O'zbekiston ham kiritilgan. Ular orasida eng yuqori boj Xitoy, Vyetnam va Kambodja mahsulotlariga qo'llanilgan. Farmonga ko'ra, Xitoydan keladigan tovarlarga AQShda 34% oldingi tariflar bilan jami 54% boj solinadi. Trampning so'zlariga ko'ra, joriy etilgan tariflar Amerika tovarlari uchun valyuta manipulyatsiyasi va savdo to'siqlariga